Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Limonchilik agroxizmat YouTube kanalimiz aziz obunachilari. Bugungi sanamiz 14-aprel 2025-yil hafta kuniga dushanba. Biz Qo'qonga kelganmiz. Ilhom akamni gulxonalariga. Eslaringda bo'lsa, o'tgan yili kelgandim. Akam juda go'zal edi shaydolari, shuning uchun alohida gulxonalari bor. O'zi asli limonlarni ko'rgani keldim, lekin har kuni limon chiqaryapmiz. Bugun bir gul ham chiqaraylik, bir chiroyli qilib obunachilarimizga bir ulashaylik degan maqsadda Ilhom akamni gulxonalarini ham ko'rsatib beraman. Albatta videolarimiz manfaatli bo'lsa, yoqsa bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Albatta Ilhom akam mehnatlarini qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Xudo xolasa hamma turdagi gullarimizni shu yo'lga qo'yib olganimizdan keyin o'stirishdi. Sotuvlar ham xudo xolasa boshlanadi. Xo'p, dehqonlar to'g'risi men gulga juda unaqangi nomlarini bilmayman, lekin qiziqaman. Nomlarini bilmayman. Shuning uchun bir qator sizlarga ko'rsatib o'tib ketaveraman. Mana dehqonlar gullarimiz o'ta bir chiroyli, ko'rganda ko'zni quvnatadigan darajada chiroyli gullarimiz bor ekan. Nomlarini bilmayman. Kimda kim mana shu gullarning nomlarini biladigan bo'lsa, kommentariyada yozib ketasizlar. Shu bahona sizlar bahonalaringda men ham buni ancha nomlarini bilib olaman. Ilhom akam o'zlari endi bunaqangi narsaga yo'qliklari uchun, ya'ni shu videoga chiqish yo gapirish, shuning uchun o'zim qo'limdan kelgancha sekin video qilyapman. Xo'p, mana bunaqangi joylarda ochsak bo'larmikan? Mana gullar ko'paytirilyapti. Dehqonlar shu holatda gullarimiz ko'paytirilyapti. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xitoyliklar ham tan beradigan tovuqxonani ko'rsataman sizlarga. Ko'rgandim internetda, lekin Ilhom akam juda boplab qo'yishibdi. Mana gullar, dehqonlar ajoyib bir-biridan chiroyli gullarimiz. Faqat bitta muammo, nomlarini bilmayman. Mana shunisi muammo. Lekin go'zallikning nomi bo'lmaydi deydi-ku. Go'zallik hamisha bir xilda go'zallik deb aytiladi. Shuning uchun qo'limdan kelganicha chiroyli qilib sizlarga syomka qilib beraman. Albatta videolarimiz yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'ysalaring, mana shunaqangi ajoyib videolarni sizlarga taqdim etib boraman. Xo'p, mana gullarimiz, dehqonlar. Endi shu bitta muammo, shu nomlarini ham bir qator o'rganib olsam bo'lar ekan. Chunki o'zim ham gulga qiziqaman, lekin men ko'proq zimniy gullarga qiziqqanim uchun bularni nomlarini bilolmayman, lekin mana bularni bilaman. Bular kaktus deydi. Ajoyiblardan bor ekan. Mana yaqinroq kadrda ko'rsatib beraman dehqonlar. Hop. Albatta like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Mana bu gullaganimi ekan bilmayman, lekin juda ajoyib holatda ekan. Joylarda ham bor ekan kaktuslarimiz. Hop. Mana bunday qilib uzoq kadrdan ham ko'rsatib bering. Mana shuna qilib chiroyli qilib qo'yilsa, ko'rgan odamni ham bahri dili ochiladi. Mana bular yangi ko'chirilibdi, shuning uchun barglari ozgina bujmayib turibdi. Mana sababi tagi qismini ko'rishlaring mumkin. Yangi ko'chirilgan. Yo'qda ham mana gullarimiz
Yana qayerda qoldi ko'rsatilmagan gullar? Mana. Bular ham adashmasam yangi ko'chatlar, yangi gullar. Xudo xolasa, Ilhom akamni shu planlari zo'r planlar gaplashdik. Gullarni ko'p shu har xil sortlaridan qilingandan keyin xudo xolasa sotuvga chiqariladi. Mana bu yerda ham ajoyib daraxt desak bo'ladimi endi? Bo'yida turibdi mana. Mana gullar. Yoqda ham ataplina mana. Aylanasiga ataplina yurilgan. Chunki bu zimniy gul emas. Bular shu xonaki gullarga kiradi. Shuning uchun ularga issiqlik kerak. Mana dehqon akalar ko'rishlaring mumkin. Mana buni ham yangi ko'chirib ekishibdi bu yerga. Ko'rib turibsizlar. Yangi ko'chirilgan, ekilgan gullarimiz. Bir qator sizlarga ko'rsatib ketaveraman. Videolarimiz yoqsa, albatta like bosib qo'yasizlar. Sababi bu yerda to'g'ri men endi zo'r tushuntirib bermasligim mumkin gul sohasini, lekin mehnat yotibdi buni tagida dehqonlar. Shuning uchun ko'rib sizlarga ham ilindim. Chunki baribir go'zallikni ko'rganda ko'z quvnaydi-yu. Mana dehqonlar. Ranglari ham boshqacha ajoyib ekan, yaqinroqdan ko'rsatib beraman. Ranglari ham ajoyib gullar ekan. Endi tayyor bo'lsalaring, to'q ketaydi. Zo'rini ko'rsataman. Xo'p, dehqonlar, mana to'q ketak. Ko'pchilik aytishi mumkin, oddiy to'q ketagi deb, lekin kimdir mana shunaqangi parandaga qiziqadigan bo'lsa, balkim bu ideya bilan shu qiladigan yangi to'q ketagini yoki mana shu ideyasini o'zgartirishi mumkin. Xo'p, sizlarga qisqacha obzor. Mana bu yerda yemlari turar ekan mana. Mana bu yerda ana tuxumini olinar ekan. Yotibdi mana. Yotibdi. Bu yerdan tuxum olinadi. Bezovta qilmaylik. To'ydigan bo'lsa. Qo'yamiz. Mana bu yerdan mana dehqonga mana shu yerdan hop donlari solinadi. Endi eng zo'r joyini aytaman. Qaranglar. To'q ketagimiz bu tomonga qarab ketgan. Mana bu yerdan chiqadi. Mana bu yerdan chiqib to'g'larimiz sekin yurib boradi. Yurib borib, qaranglar, bu yoqda yo'l ham turibdi. Mana bemalol odam yuradigan yo'l. Mana shu yerdan to'g'larimiz kelib, xohlasa mana bu yerda quyosh tushgan paytida bir tovlanib, bir qumlarga o'zini burkab, keyin shunday kelib bu yerga chiqib ketadi. Qaranglar. Mana bu tomonga chiqib ketadi. Va endi xudo xolasa oddiy tovuqlar, lekin xudo xolasa shunchasini qilgan akamizga savol bersam, Isroildan xudo xolasa zo'rlarni olib kelamiz deysham. Mana bu yerga ham kichkinagina issiqxona qilib qo'yibdi. Hozir endi tovuqlar don yeyapti ekan, shuning uchun bezovta qilmaylik. Bu ham issiqxona gul uchun. Mana shu dehqonlar mana tepasidan unumli foydalanilgan. Endi haligi palaparchi bo'lsa ma'zur tutasizlar. Mana o'tinlar akkuratni qilib terib qo'yilgan. Sababi tepasi bo'sh turadi. Shuning uchun mana o'tinlarni chiroyli qilib mana shu holatda terib qo'ygan. Pasi mana tovuqlarimiz yurib bu tomonga mana shu tashqariga chiqib ketadigan joy. Faqat mana shu tepa tomoniga behuda turmasligi uchun o'tinlarni chiroyli qilib qo'yishgan. Albatta akamizni
bunaqangi ideyalariga, mehnatlariga layk bosib qo'yasizlar dehqon akalar. Bu telefonda yo bo'lmasam video ko'rganda gapiraveramiz, lekin buni qilish uchun odamda qunt bo'lish kerak. Hammamizni hayolimizdan o'taveradi zo'r ideyalar, lekin buni qilib amalda bajargan bu boshqa narsa. Xudo xolasa mana bu yerlar ham bir planlar bor. Bularni ham bitgandan keyin ko'rsatiladi, xudo xolasa. Mana betonlar qo'yilgan, qo'yxona qurishyapti. Xudo xolasa chorvaga qiziqishadi, qo'y boqishadi. Mana shu dehqon akalar sizlar uchun maxsus ertalabda kelib video qilyapman. Bugun bizda Qo'qonda bulutli mana. Bulutli. Mana tepalari ham polka qilib qo'yishgan. O'sha ishlatilmaydigan yoki bo'lmasam har xilda bir ishlatiladigan narsalarimizni chiroyli qilib, akkuratni qilib mana shu yerlarga qo'yib qo'yiladi. Kerakli paytida mana shu yerdan kelib, topib, olib ishlatsa bo'laveradi. Qalay bo'pti dehqon akalar? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Akamizning mehnatlari kelyapti. Oy poshsho tug'adi, xudo xolasa bu ham. Baribir damashni tuxumga yetmaydi. Haligi avazoxonda gapi bor. U ko'lga urilgan tovuq emas. Ular tabiiy holatda yurib, o'sha o'zimizda o'tlarda yoki bo'lmasam toza bir mahsulotli donlarni yeb, ximikat aralashmagan donlarni yeb tug'ib beradi. O'zimizga, farzandlarimizga yoki keksalarimizga pishirib chiroyli qilib bersak, duo qilib qo'yishadi. Shu dehqon akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta akamizni mehnatlarini qo'llab-quvvatlab layk bosib qo'yasizlar. Yana qushxonalari bor. Hozir qushlarni ham bir qator ko'rsatay, qisqagina qilib. Mana, qadrli kuzatuvchilarimiz, qushlarimiz yaqinroqdan oling. On 8,5 mingtami? Shunaqa. 10 mingtaga yaqin. Mana. Ular mana. Nima bo'lsa uylari. Bu hozir ochadi ilhomiga bular, ha? O'rdeklar ham mana. O'zi asli limonlarni ko'rgan kelganmiz, lekin go'zallik baribir ko'rsatib qo'yisizlarga ham mana o'rdeklar. Mana shu o'tlarni yeyish uchun mana deylar olib kelib qo'yishdi ekan. Akam tovuq katayni ko'rsa xitoyliklar keladi. Tovuq kataydi YouTube'da ko'rsa xitoyliklar keladi oldingizga. Gullarni ham xudo xolasa ko'paytiramiz, ha, chiroyli qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun qiziqarli va yangi videolarni chiqarishda davom etamiz.